Xitoyda elektromototsikllar haqiqatdan ham dim ko'p. Bularning soni yildan yilga rekord darajada ko'tarilib borayotir. Bugungi kunda Xitoy eng yirik ishlab chiqaruvchi, butun dunyodagi ikki diljakli elektrotransportni 66% qismini ta'minlab beradigan global markazga aylangan. Shahar skuterlari va elektr velosipedlarini qo'shib hisoblasa, mamlakatda yilina 40 million dona ikki diljakli elektrotransport ishlab chiqariladi. Xitoyning Pekin, Shanxay, Guanzhou eng yirik megapolislarida havoning ifloslanishi va xavfsizlik sabab benzinli mototsikllarga taqiqlar qo'yilgan. Benzinli mototsikllarga davlat raqami olish juda qimmat. Elektrobayqlar uchun esa davlat raqami olish juda oson va arzon etib qo'yilgan. Ba'zi yengil modellarni pravo ham shart emas. Shu sababli aholi ommaviy ravishda elektro o'tgan. BYD kompaniyasi o'z avtomobillarida sinalgan xavfsiz va sifatli batareyalarni elektromototsikllar uchun ishlab chiqarishni boshladi. Geely kompaniyasi avtomobil darajasindagi aqlli tizimlarni joriy qilmoqda. Buni nechun ko'rsatyapman? Xitoyda deyarli barcha elektromototsikl ya elektromobillarda yuradi. Xitoy elektrda harakatlanadigan transportlar bizdan ko'p oldin o'tgan. Bizda elektromobillar ayrim organlarga zarar deb aytishadi. Lekin Xitoy xalqi ko'payishda davom etib kelayotir. Xulosa o'zingizda.